Assalomu alaykum. K5 avtomobilimiz gibrid, 2 avion, Nobilis pozitsiyasi. 2019-yil 90 ming kilometr yurgan, benzin hamda tok yuradi. Mashina ideal holatda, narxi 15 million 400 ming won. Dollarga bir 10 ming, 11 ming dollarga to'g'ri kelsa kerak. Anig'ini ko'rib, video ostiga yozib qoldiraman. Shunaqangi ideal holatdagi mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinamiz salon holati mana pokiza, orqa shimlari isitadi. Ideal holatda, ballonlari ham normal holatda. Eshik beskiluvchi dastur mavjud. Elektronniy sigina. Mashinamiz yonida bokovoy sensori mavjud. Ruldagi knopkalar joyida. Oziydigan 90 ming kilometrligi. Siginalar sovutadi, isitadi, sport rejim, eco rejim hammasi mavjud. 160 kamerasigacha bor ekan. Avtohold, avtoparking, monitorlari joyida. Blackbox HiPass mavjud. Faqat panoramasi yo'q xolos. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Chiroyli mashinani topib beramiz.